Xo'p do'stlar, ilovaga ham kirib oldik. Bu 3-dars. Ikkinchi dars deganim. Ikkinchi dars. Ilova bilan ozgina tanishib chiqamiz. Va tanishib bo'lganimizdan keyin hozir hisob to'ldirish darsligi bu. Hisobimizni to'ldirganimizdan keyin o'sha savdo qilishni o'rganamiz. 3-darslikda bu ikkinchi darslik hisob to'ldirish, undan keyin savdo qilishni o'rganish, savdo ochib yopish, undan keyin men signal beraman sizlarni foydaga olib chiqish uchun. Sizlar o'sha signalni ishlatib ko'rasizlar, daromad qilasizlar. Undan keyin analizlarni, strategiyalarni birin-ketinlikda o'tamiz. Do'stlar, foyda ko'rmoqchi bo'lsanglar, daromad qilmoqchi bo'lsanglar, aytganimdek qilsanglar daromadga chiqasizlar, xudo xolasa, lekin bular majburiy emas. Xo'p. Endi menyular bilan tanishib chiqamiz. O'ng qo'lda mana ko'rayotganinglardek bu yerda aktiv menyusi bor. Bu yerda tepada mana obzor, spot menyusi bor. Bu yerda biza kriptovalyuta sotib olsak, o'sha kriptovalyutalarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda futures bo'limi bor. Biz asosan mana shu futures bo'limida savdo qilamiz. Anu bitcoinni sotib olib uzoq muddatga kutish bo'lsa, bu spotoviy торговля deyiladi. Mana market bo'limidan biz mana misol uchun bitcoin sotib olishimiz mumkin. Mana long, открыть short, bu degani longga bossak biz bitcoin sotib olamiz. Va agar shortda bosadigan bo'lsak, sotib olgan bitcoinimizni sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bizga bugun hisob to'ldirish zadaniyasi tushgan. Hisobni to'ldirishni har xil usullari bor. Agar siz O'zbekistonda emas, boshqa chet davlatlarda tursangiz, mana ko'rsatilgandek kupit kriptovalyutani bosasiz va bu yerdan eng kamida mana 100 USDT ga hisobingizni to'ldirishingiz mumkin va kupitni bosamiz va bu yerda mana Visa karta, Master karta, Apple Pay, bank transfer orqali hisoblarimizni to'ldirsak bo'ladi. Bu yerda $100 hisobimizni to'ldirsak 99.2 tushar ekan USDT. Bu USDT degani mana shu birjalarni kriptovalyutasi, ya'ni birjalarni dollari hisoblanadi. Visa, Mastercard, Apple Pay orqali mana misol uchun sizlar dushini bosib hisobinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Mana птичка bosib подтвердить bosamiz va ism, familiya, karta nomer, srok, CVV kodi shu orqali to'ldirsak bo'ladi. Mana shu menyu orqali. Mana shunday qilib. Faqat O'zbekiston hududidan boshqa joyda tursangiz, O'zbekistonda yashamasangiz, misol uchun Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya farqi yo'q, lekin o'zbekistonliklar ishlata olmaydi buni. Chunki O'zbekistonda bu narsa qilish mumkin emas. Ya'ni zapret qilib qo'ygan, ya'ni sotib ola olmaymiz. Endi o'zbekistonliklar nima qilishadi? Mana bu menyuda shunday yonga sursanglar, mana depozit bo'limida ko'rayotganinglardek depozit va set turibdi, P2P turibdi. Mana shu depozit setni bosadigan bo'lsak, bu yerda biz mana USDT ni tanlaymiz va birinchi TRK20 do'stingizda bo'ladigan bo'lsa USDT yoki Binance'ingizda bo'lsa yoki boshqa joyingizda bo'lsa, mana shu adresingizga tashlasangiz, siz hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa orqali. Mana shu adresni bersanglar tashlab berishadi. Endi bu yerda P2P menyusi ham bor. Mana bu joydan USDT sotib olsanglar bo'ladi. Lekin bu menyu O'zbekistonda taqiqlangan. Shuning uchun eng va qulay, samarali ikkita usulni aytaman o'zbekistonliklar uchun. Hech qanaqa nima desa bo'ladi, qonun buzilmaydi. Hammasi qonuniy bo'ladigan ikkita usuli bor. Birinchi yo'li do'stingizda yoki tanishingizda yoki kripto do'konlarda USDT bo'lsa, mana shu depozitni bosib, depozit va setni tanlaysiz va USDT ni tanlaysizda, birinchisini ustiga bosib, do'stingizga mana shu manzilingizni bersangiz, u sizga mana shu adresingizga tashlab beradi yoki kripto do'konlarga borib hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Xo'p, kripto do'konlarni Toshkentda tursa yoki O'zbekistonda yashasak, qayerdan topsak bo'ladi? Bittasini sizlarga misol qilib ko'rsataman. Telegramga kirib, Baraka Bob deb yozadigan bo'lsak, mana shu USDT sotadigan rasmiy kripto do'kon chiqib keladi. Bu Toshkentda Sebzorda joylashgan. Dollar bilan borasizlar, hisobingizga USDT tashib beradi. Sizlar mana shuni ko'rsatasizlar, o'zingizlarnikini hisobingizga tashib berishadi.
bularga borsanglar. Bu birinchi usul hisoblanadi. Ikkinchi usul, agar sizni o'sha plastigingizda bo'lsa yokida UzCard himoyangizda bo'ladigan bo'lsa, men borib o'tirgim kelmayapti deydigan bo'lsanglar, mana shu videoni описаниесida o'zimizni Dubayda ishlaydigan onlayn shu USDT sizga tashib beradigan odamni manzilini qoldiraman. U odamni plastigiga tashib bersangiz, u bizani ishchi, Dubayda ishlaydi. Unga hisobiga tashib bersangiz, ular sizni mana shu anaqangizga, birjangizga tashib beradi. O'zi sizga shu pul to'ldirish bo'yicha yordam beradi. Siz uni plastigiga tashib berasiz, UzCard'igami, Humosigami, shu orqali hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Ikkita xavfsiz usuli. Ya'ni hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana shu ikkita usul bilan. Yokida o'zingiz xohlaganingizcha yana to'ldirsangiz bo'ladi. Lekin siz viza kartangizdan, boshqa plastiklaringizdan O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistonda yashasangiz, to'ldirishning iloji yo'q. Keyin yana sizlarga zadaniya, mana shu menyularni hammasini birma-bir sekin ko'rib, birja bilan tanishib chiqinglar. Qayerda nima bor, neto narsani bosib qo'yish iloji yo'q bu yoqda. Lekin 24 soatdan keyin yangi darslik joylanadi. U yerda savdo qilish, ochish, yopish o'rgatiladi. Undan keyin signal beriladi. Daromad qilishni istasangiz, savdo qilishni xohlasangiz, foyda qilmoqchi bo'lsangiz, hisobingizni to'ldirib, keyingi darslikkacha kuchinglar so'raladi. Hisobni to'ldirishni men sizlarga qisqacha o'rgatib qo'ydim. Hisobni to'ldirish bo'yicha o'zimizning menejerga yozsanglar, hisobinglarni to'ldirib yordam beradi hammasi bo'yicha.